biror million tashib bergan aka bo'lganda ertalabgacha tashag'ini o'pib yotardim. Bitta savol qiynayapti meni. Bolalarkidan chiqadigan narsa bor-ku. Shundan oldin bitta narsa keladi. Chaqib ketsa. Nima keladi? Birontasi. Supu kelmaydimi? Qodoqlarini hech ahamiyat berganmisiz? Ichidami? Ichida. Sho'rtay suv keladi. Voy. Voy. Bana sho'rtayligini bilasiz. Sho'rtay suv keladi deyapman. Salom dedi. Salom canım. 90'lı 762 07 07. Effekt oling. Jilyaniyani tortsa to'lov qilaman dedi. Jilyaniyaz bor-ku, amamga tortsin, vobshe maza qilasiz, ishoning. Qo'tog'ingizdan chiqmayib turgan spermalaringiz suv ichib ketadi. Yoqib qoldingiz, qadasiz boraman oldingizga dedi. Yo'q, sezaman, ko'rishaman, lekin berib qo'ya olmasam kerak. Yaxshilab qitiqlasangiz, qo'lingizni qo'liga beraman. O'zingiz 1 metr nariyoqqa tortsangiz bermayman. Qizlar, ko'tiga bir bola tiqib olyapti-ya, ko'tiga. Nima qilishyapti? Bo'pcha ko'tga kayib beradigan bir narsa shekilli. Yo'q, temir. Ko'tga tiqib olyapti, ko'tga yonyapti. Vibratsiyada temir bo'lmaydi u. Temir. Vibratsiya demayapman. Mehr muhabbatimiz jo'shib, hozir erkaklarga anaqamiz oshyapti. WhatsAppga bo'linglar, onlayn qilgimiz kelib ketyapti. Men sizni sevaman, dadasi. Spermani ichasiz deydi. Ena eshaysiksin. Bo'shanib boraman og'zingga deng. Bas o'tirib olib, mashina qilib ish qilib, qilsa zo'r bo'lsa kerak-a? Buni ko'p qilganman men. Shat ustiga chiqib qolib, sochidan tortib changallab ish qilganman. O'zim ham sikib qo'ydim deganman keyin ichimda. Amlaring ham barmoq o'rganib ketgandir dedi. Конечно, o'shancha realniy chiqib uyalib bera olmayapmiz ikkovimiz ham. Menimcha shu barmog'ini tiqmasa bermasa kerak. Boshimdan ushlab og'zimga bering deb bittasi yozyapti. Ko'tingizga ham siktirganmisiz? Yo'q, ko'timga siktirmayman. Bo'pti, suvni ichaverasiz, asalim suvni. Men suvni ichaman deb hamma amdi suvga oshiq. Aytib bo'linglar. Sherigingiz ko'rsating dedi. Sherigim yigiti bilan o'qishyapti. Davay tezlashamiz. 90lik 762 07 07. Bo'shman hozir kim tashib beradi? Bugun maza qilib, bilakanchak qilib, chokka qilib qo'yib beraman. Davaychi bo'linglar. Bugun bilan maza qilib xolasanglar lesbi. Xolasanglar sal yechinib o'tiringda dedi. Yo'q, men efir onlayn qilib bersam yechinib beraman. Mayli, lo'lilarda o'tiribman, akalar nima deb o'ylaysizlar? Rostdan yoqmayapmanmi? Simda boraman, selam mersinki jonim.